Elon Muskning boyligi rekord darajada oshdi. Tesla va boshqa startaplari tufayli Elon Musk tarixda birinchi bo'lib 500 milliard dollarlik sof boylikka ega bo'ldi. Forbes ma'lumotiga ko'ra, uning boyligi 510 milliard dollarni tashkil etdi. Muskning boyligi asosan Tesla aksiyalariga bog'liq bo'lib, kompaniya yil boshidan buyon 14% ga o'sdi. Shuningdek, u yaqinda 1 milliard dollarlik Tesla aksiyalarini xarid qilib, kompaniya kelajagiga ishonchini bildirdi. Bundan tashqari Muskning SpaceX va XAI startaplari ham katta qiymatga yetdi. SpaceX 400 milliard dollarga, XAI esa 75 milliard dollarga baholandi. Forbes ro'yxatida Muskdan keyingi o'rinni Oracle asoschisi Larry Ellison egallab, uning boyligi 357 milliard dollarni tashkil etdi. Bundan tashqari Musk Marsda 2050-yilgacha shahar qurmoqchi. U Marsda yashash va hayotini shu sayyorada yakunlashi mumkinligini aytdi. Xabar bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring va kanalga obuna bo'ling.